Aka, xudo xolasa 15,5 mingga beravering endi. Shuncha savdo qildik-ku. Siz aka xo'p deb 16,5 ga qo'yib bering aka. Mashina sotiladigan mashina emas lekin. Mashina sotiladi. Rossiya rasxodga tayyor minadigan bo'lib turibdi aka. Ko'rdim lekin haqiqatan shumkalari full ekan aka. 4 ta balloni yangi ekan. Tayyor minsa rasxodga miniladi. 4-pakelikmi propan? 4-pakelikni eng qimmati yaxshisi qo'yilgan. Yaxshisi qo'yilgan. Yaqinda qo'yilgan, endi 1000 kilometr yurdi, benzinda yurgan o'zi. 102 ming probeg. 102 ming. 1000 kilometr yurdi gaz qo'yilgandan keyin, balon qo'yilgandan keyin. Yangi balon. Xo'p, kriloda, bitta kriloda pitno. Ha. Kapot, nari tomon Bu ham ichiga o'tmagan sepiladigan miyatinani seforilganda, ichiga o'tmagan mutlaq proverkaga javob beradi. Proverka qilinadi Liboyga. Bering boy aka endi. Qora aka. Aka siz qo'yib bering. Xo'p deb qo'yaylik shunga. Obunachilaringiz 16 qo'ying bo'lmasa. 16 qo'ying, 500 shunday kechib yubordim. Zarurat, sotiladigan mashina emas, zarurat. $100 qo'shaylik, 15,600. Keling. Siz xo'p deb qo'ying. Obunachilarim menga nima paddeshka qilishadi-da. Maza qilib minishsin olib. Bo'lmasa-chi, shu bitta like bossin, birinchi like bossin. 16 sizniki ham emas, $100 qo'shing, sizni kanalingiz uchun. 15,700 ga. Bo'ladimi? Oling. Bo'ldi. $15,700 ga 2018-yilda ishlab chiqarilgan Captiva mashinamiz. Beli jemchug rang degan, 102 ming probeg degan. Qolgan ma'lumotlarni gaplashib bo'ldik. Bitta ko'rib chiqishinglar mumkin.